Endi do'stlar, 3-darsimiz boshlanyapti. Bu darsda S harfini, Jim harfini va H harfini to'rt xil ko'rinishini va harakatlar bilan kelishini va o'qilishini o'rganamiz. Ketdik. S harfi. S harfi talaffuzi tilni uchi mana shunday holatda S deb talaffuz qilinadi. Ko'rinishi bu yuqoridagi ta va b harfiga o'xshash, faqat 3 ta nuqtasi bor. Ko'rinishi va so'z boshidagi ko'rinishi ham bir xil bo'ladi, faqat 3 ta nuqtasidan ajratib olasiz. Qarang, mana shu nuqtalarga yaxshilab e'tibor bering. Ko'rinish bir xilmi? B bilan T bir xil. Bular go'yoki egizak harflarga o'xshaydi, C ham egizaklarga o'xshab ketadi. Bir-biridan ajratish faqat nuqtalari bilangina bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, mana shu 3 ta nuqtasi bor, o'zi 2 ta harf bor. Bittasi bu shu S, ikkinchisi shin. Eslab qoling, agar bitta tishchasi bo'ladigan bo'lsa, mana buni biz tishcha deymiz, buni nuqtalar deymiz. Agar shunaqa bitta tishchasi bo'lsa, bu S harfi bo'ladi. S, o'zbekcha S emas bu. S. Endi mana shuni harakatlar bilan o'qiymiz. Nima bo'ldi? S bo'ldi. Mana bu holatda nima bo'ldi? Si. Bunaqa holatda su va mana bu so'z oxirida kelib sukunli bo'lsa, S ni o'zi. Sa, si, su, S. Sa, si, su, S. E'tibor beryapsiz-a? Endi buni sizga ham osonroq bo'lishi uchun bunaqa shaklda yozib beraman. Qarang. Mana 3 ta nuqtasini qo'yib oldik va ikkalasini birgalikda o'qishga harakat qiling. Nima bo'ldi? Sa bo'ldi. Endi bunaqa ko'rinishda o'qishga harakat qiling. Bunisini kasrasi bilan mana S va S, I. Si. Keyingisi bunaqa ko'rinishda yozib beraman. S va domma. Su. Va o'zi mana bunaqa shaklda kelmasa ham garchi, lekin siz uchun yozib beraman. S. Sa, si, su, S. Farqini sezyapsizmi? Xo'p, endi bularni oldingi harflar bilan ishtirokida so'z yozib beraman. Qanaqa bo'ladi? Alif bilan birga kelsa, mana shunaqa holatda yozilsa, nima bo'ladi bu? A va biz buni S deb turamiz. As. 3 ta nuqtasini tepasiga qo'yib qo'yamiz. As bo'ldi. Keyingisi, agar B harfi kelsa, mana B harfi va 3 ta nuqtali S harfi kelsa, B A S. Birinchi e'tibor bering. A B S deb o'qib olmang. B ni birinchi o'qiymiz, undan keyin harakati, keyin S. B A S bo'ladi. Bas. Abis deb o'qimang. B A va S. Bas. Keyingisi, agar shu harfimiz, endi buni o'z o'qishingiz kerak bo'ladi. Nima deb yozdim hozir? Yaxshilab e'tibor bering. Mana bu harfimiz nima edi? 2 ta nuqta? T, I, S. Tis. Barakalloh. T, I va S harfi. Tis. Va endi uzunroq so'z yozib beraman. E'tibor berasiz. Sal murakkablashishi mumkin, lekin topa olishingiz kerak. Birinchi qaysini yozdim, ikkinchi qaysi, uchinchisi qaysi bo'ldi? S, A, B, A, T, A. Nima bo'ldi? Hammasini qo'shamiz. Sabata. Ya'ni S, A, B, A, ta bo'ldi. Sabata. Sobit bo'lmoq degani. Azizlar, S harfini o'rgandik. Endi Jim degan harfni o'rganamiz. Ajoyib harflardan bittasi. Ketdik. Jim harfi qanaqa yoziladi desa, diqqat qilasiz. Alohida ko'rinishi bu satr chizig'idan pastga tushib yoziladigan harflardan. Mana bu yerda satr chizig'i bo'lsa, shu pastga tushadi, bitta nuqtasi bo'ladi. Buni yozish biroz qiyinroq. Hozirdan aytib qo'yay, biroz qiynalasiz. Bu mana bo'lib ketadi. Sizlar yozsanglar, hozir mana bunaqa bo'lib ketadi. Mana bunaqa yozib qo'yasiz. Nega desa, chunki buni yozayotgan paytda, qarang, mana bunday qilganingizdan keyin bu yoqqacha olib kelishingiz kerak. Mana bunday qilib olib kelishingiz kerak. Shunda chiroyli bo'ladi. Yarmidan bu yoqqa tushirib yuborishadi ko'p o'quvchilarim va buni o'sha shunday qilmasligingiz uchun hozir mana shu bu yerdan emas, bu yoqdan olib kelsangiz, mana bunaqa shaklda bo'lsa, shunda chiroyliroq o'xshaydi, yaxshiroq o'xshaydi va bitta nuqtasini o'rtasiga qo'yib qo'ysangiz, bu Jim harfi bo'ladi. So'z boshidagi kelishi ham buni shunaqa shaklda yozamizda, to'g'ri olib ketamiz bu yog'ini va bitta nuqtasini qo'yamiz. Buni bunday shaklda yozamiz, bitta nuqtasini qo'yamiz. Endi bu so'z o'rtasida keladigan ko'rinishi sal murakkabroq, lekin bunaqa shaklda yozib, keyin bunday davom ettirish mumkin. Mana shu shaklga e'tibor berasiz.
Mana bunaqa qilib yozish ham mumkin. So'zni oxirida keladigan ko'rinishi bo'lsa, bu ham sal murakkabroq, buni ham pastga olib tushib yozganingiz ma'qul bo'ladi bu yog'ini. Bunday qilib yozasiz, bunday qilib yozasiz. Mana shu jim harfi bo'ladi. Xo'p, bunga imkon qadar yozilishiga ko'proq vaqt ajratyapmiz, qarang. Chunki nisbatan murakkabroq oldingi harflardan ko'ra sal qiyinroq bo'lganligi uchun. Xo'p, endi harakat qo'yamiz. J A J J I J J U Ju va J harfini o'zi J. J J Ju J. Xo'p, bular ishtirokida so'z yozib ko'ramiz. Mana yuqorida yozganimiz kabi, qarang, ikkita alohida ko'rinishini yozyapmiz va fatha qo'yapmiz. Nima bo'ldi? J A J A. J J. Endi mana bu ko'rinishda J J va kasra kasra. J I J I G G. Bunisiga misol bu yoqdan kelyapti. Va bunaqa shaklda yozilyapti. J U J U va oxiridagiga misol bu yoqdan keladi va bu ham bunaqa shaklda yoziladi. Sukun holati. J J ni o'zi. J A J J J G G Ju Ju J va J. Endi buni ham oldingi harflar bilan misolini yozamiz. Agar mana shunaqa shaklda yozadigan bo'lsak, nima bo'ldi? O'qiymiz. Birinchi harfimiz A, undan keyingisi J. Aj A J bo'ldi. Keyingisi misol uchun bunisiga bu harfimiz bilan yozaylik. Nima bo'ldi? S A J. Saj Saj, ya'ni S harfimiz bor edi. Unga A va J ni yozdik. Saj Saj. Endi masalan J harfini birinchi yozib, undan keyin B harfini yozib, mana bunaqa ko'rinishda yozsak, J A B, undan keyin sukun. J A B, Jab Jab J A B bo'ladi. Endi misol uchun mana bunaqa holatda bo'lsa-chi, mana bu harfimiz qaysi? T A J. Taj Taj. Azizlar, mana jim harfini ham ko'rdingiz, qanaqa yozilishini. Bu sal qiyinroq, lekin yaxshilab vaqt ajratib mashq qiladigan bo'lsangiz, kamida bitta husnixat daftarini to'ldiradigan bo'lsanglar, hamma harf o'zi chiroyli bo'ladi. Aynan jim nisbatan qiyinroq harf bo'lgani uchun bunga ko'proq vaqt ajratishni tavsiya qilaman. Azizlar, endi H harfini o'rganamiz. Mana qisqa vaqt ichida e'tibor bering. Alifni o'rgandik, ba, ta, sa, jimni o'rgandik, 5 ta 6-chi harfimiz bo'lyapti. Ulug' zotlardan birlaridan so'rashgan ekan, rivoyat bor. Siz qanday qilib bunchalar katta ilmga ega bo'ldingiz? U kishi endi dunyoni bir ilmga to'ldirib yuborgan zot bo'lgan, Alloma zamon bo'lgan zotdan so'rashganda shunday javob bergan ekanlarki, men bir dona harf o'rgansam ham shukr qildim degan ekanlar. O'sha narsa sizni qalbingizda bo'lib tursin, ya'ni bitta harf o'rgansam ham shukr qilaydigan narsa bo'lsin. Albatta shukr qilsangiz Alloh taolo ziyoda qiladi. Chunki oyatda A'uzu billahi minash shaytonir rojim, la in shakartum la azidannakum degan oyat bor. Ma'nosi, agar sizlar shukr qilsanglar, men sizlarga ziyoda qilaman degan Alloh taoloning va'dasi bor. Biz shukr qilaylik, Alloh taolo ziyoda qilib qo'yadi. Ketdik keyingi harfimiz. Mana bu H harfini o'rganamiz. Bu jim harfini xuddi o'zi, hamma ko'rinishi bir xil, faqat nuqtasi yo'qligida farq qiladi. Ya'ni bu bunaqa ko'rinishda yoziladi. Bunisini bu yoqqa tushirib yozamiz. H harfi. Yana bir marta yozib beraman, e'tibor bering. H A H H I Hi. So'z o'rtasidagi misoli H U Hu. So'z oxiridagiga misol H o'zi. H Hi Hu va H harfini o'zi. Alif bilan birga kelsa H A, ya'ni A va H. Ah bo'ladi. Ah. Endi keling shuni kasra bilan yozib ko'ramiz. I H. Ih. Domma bilan yozamiz. U H Uh. Uh. Xo'p, osonroq variantlariga qaytamiz. Mana bu H ni yozib, undan keyin yana bitta H yozib, H A H A H H A H H H. Buni talaffuzi o'zbekchada yo'q. H H deb tomog'ni o'rtasidan aytamiz. H H. Keyingisiga misoli H I H I Hi Hi. Dommaga misol H U H U Hu Hu. Endi J bilan birga yozamiz.
ikkalasi o'xshash bo'lganligi uchun farqini ajratishga harakat qilasiz. J A H A. Jahongir degan ismlar bo'ladi bizda. Keyingisi J yana bitta kasra bilan kelgani Jihi bo'ladi va J ni domma bilan kelish J U H U. Juhu. Jaha jihi juhu. Jaha jihi juhu. Demak azizlar, bugungi darsimizda S harfini, Jim harfini va H harfini o'rgandik. Ularning 4 xil ko'rinishini va so'zlar bilan qanday holatda yozilishini o'rgandik. Endi azizlar, bu darsimizdan keyingi darsimiz 4-dars bo'ladi va biz unda xo, dal va zal harflarini 4 xil ko'rinishi qanday bo'lishini so'zlar bilan birga kelishini ko'ramiz. Bundan oldingi darslarda aytganimdek, 10 ta shu video darsimizni tugatsangiz, sizga sovg'amiz bor. Bu sovg'amiz nimadan iboratki, bizni jonli efirda bo'ladigan darslarimizga yoki individual bo'ladigan darslarimizga 30% gacha chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Hatto 100% gacha ham agar omadingiz kelsa. Agar siz birga bir men o'zimdan dars olmoqchi bo'lsangiz, quyida havola qoldirdim. O'sha bo'ylab o'ting va raqamingizni qoldiring. Men sizga yoki menejerlarim sizga aloqaga chiqamiz va darslarni boshlaymiz.